til var edi, xudo bergan yo'l var edi. Chambil degan el var edi, Gulo'g'li Sulton degan podshosi var edi. Gulo'g'lining yoshi ham 90dan oshgan edi, odamlar mo'ysafga qo'shgan edi, ko'p tishlar mayza bo'lib tushgan edi. Tishi tushgandan keyin bobojon u yoq bu yog'iga ham tushgan edi. Yoshi 90da bo'lsa ham ko'kragi issiq edi. Boybichalar non yeyadigan issiq tandir bo'lgan. Hozir nima deysiz bobo, 40 ga bormay ko'p yigitning ko'kragi yaxlab ketyapti. Yoshi 90da bo'lsa ham ikki xalta kunji talvonni olib o'tadigan ustiga chiqib Turkmanning qari tiyasiday g'arch yetib chaynab yotar edi. Buning dovushidan qo'rqib yana bo'yida bo'lgan kelinchaklarning go'dagiga ochildi. Vayangandan Hasanxonni, Gulistondan Avazxonni olib kelib, to'lim deb iskasa gulim deb. Xudoy unga qilgan olam deb ikkovini suyib bolam deb qavatiga 40 galovatini yeyib mamlakatni qo'yday chervatib yotar edi. Qalmoqning ana shunda baland tovuq qor edi, nomus bilan or edi. Avazxon degani avazaga ko'pkarida chini bilan zo'r edi. Siz ko'pkari chavasini yo'qmi? Qo'y. Mana shunda Avazxon ko'pkarida otasining Banqirati bilan yakkalab katta zotini ayrib yotar edi. Ana shunda Avazxonning dog'i doston bo'lib boshqa mamlakatlarga ham kelgan edi. O'sha mamlakatdan bir qiz otning beliga minib Avazxonning ta'rifini bilib, shu Avaz degan zo'ri bor ekan, Avazning ori bor ekan, ostida o'ynaydigan Banqirat degan g'iri bor ekan. Shu bilan borib bir qush taqim bo'lib taka qo'yishsa mormani jo'q etdi. Ana shunda Avazxon ham bir betda yotibdi Avaz aka. Qabatida 40 ta otbozlar borib, birov oyog'ini qo'layapti, birov bilagini qo'layapti. Bizning ham otni shu Avazxon bir qo'l haydaydigan yo'qmi? Ana shunda Avazxon qirrada bir jetsaklar taylagan yotibdi, qabatini 40 ta jigit qo'yib olib yotibdi. Bir xil farqot turayapti, Avazxonga qarab bir xil chini bilan achib gapiryapti. Avazxon loyqasida tinasama, bugun bizning otni minasama. Bir otasining oshnasi ekan. Bilmasdan shuni tayanchi bo'lib o'ylasanmi deb turibdi. Ana shunda o'sha mamlakatdan kelgan qiz boshiga sochini chiyib, erkaklik libosini kiyib, ana shunda qirraning ustidan kelib bola kuzatayga ko'pkari. Ana shu ko'pkari cho'g'ilib yotibdi. Avazxon degani shu bo'lsa kerak. Qirraning ustida boyagi ovdan qaytgan sherday bo'lib yotibdilar.